Xo'sh, mana nihoyat yetib keldim. Janob taksichi, katta rahmat. Kelib turaman. Da, kelib turing. Nima? Ha, mayli, g'alati gap aytdi. Okey, mashina turibdi bu yerda. Qo'yil, yo'qligimda qishloq o'zgaribdi. Hammaga salom, mening ismim Bjort va mana men shu qishloqqa endi qaytib keldim. 13-qishloq va men yo'q vaqtimda bu yerda hamma narsa o'zgarib ketibdi. Yangi uylar paydo bo'ldi. Meni o'zimnikim shu yerda edi. Janoblar, salom. Mer o'zgardimi? Ha, o'zgardi. Tushunursiz. Men bu yerda bir necha yil avval bo'lgandim. Ha, tushunarli. Aha. Mayli do'stlar, qani uyimga boraychi. Ha, mer o'zgargani yomon bo'libdi. Mana meni qadrdon uyim o'z joyida turibdi. Hozir borib ko'ramiz. Tak. Nimaga yopiq ichkarida? Tushunmadim, virsak turibdimi? Men hayotda bunday qo'ymagan bo'lardim. Hey, kim kerak? Bu meni uyim edi. Sen uying? Yo'q, qanaqasiga? Men bu uyni 1 yil avval sotib oldim. 1 yil avval? Ha, tushunursin, rostini. Endi chiqib ketsang yaxshi bo'lardi men uyimdan. Tushunarli. Kim sotdi bu uyni? Mer sotdi. Tushundim, bo'ldi. Yo'q, kelma bu yoqqa. Xo'p, tushunursin, axir to'g'ri. Men bu yerda bir necha yil avval ketgandan keyin uyimni sotib yuborishgan bo'ladi-da. Tushunursin, hozir borib merga aytaman. Hoy, janob mer, ha, men bu yerda bir necha yil avval yashagandim. Men yashagan uyni esa sotib yuborishdi. Ha, men hozir hujjatlarni ko'rdim, seni tandim. Tandingiz? Ha, tushunursin. Men o'zim seni uyingni sotgandim. Yo'q, endi nima qilaman men? Bu muammoni qanaqasiga hal qilishimiz mumkin ekan, janob mer? Shu orqa tarafiga o'tsang qishloqni burchakda uy bor. Qanaqangi uy bor? Shunday tropinkadan borasan, o'sha yerda ko'zinsa kutib turibdi seni. Ana o'sha yerda yashashing mumkin. Tushunarli, hozir ko'ramiz. Qishloqning orqa tarafida ekan, tropinka degandek bo'ldi. Hozir qidiramiz. Tak. Qani bu yerda endi tropinka. Tak, mana yonimda ko'rdim. Demak, mana shu tarafda bo'lishi kerak va yo'q, bu yerda katta uy turibdi. Огород. Mana. Yo'q. Bu men yashaydigan joyga o'xshamaydi. Chirib yotibdi-ku. Tushunursin. Hozir merning yoniga bormasam bo'lmaydi. Yo'q, men bunaqangi uyda yashay olmayman. Men bu yerda yangi uy qoldirib ketgandim. Tak. Janob mer, ha? Uyni chirib yotibdi-ku, axlati chiqib. Xo'sh, ko'zinsa bo'lsa bo'ldi-da. Ha, lekin men tashlab ketgan ko'zinsa yangi edi. Bu esa bilmadim, musor chiqib yotibdi. To'g'ri, lekin agar o'yinchi uyda yashamasa, u sotilib ketadi 1 yildan keyin, tushunyapsanmi? Men kakras 1 yil avval kelgandim. Bu yerda juda ham ko'p o'yinchilar o'zlarining uylarini eski merga qoldirib ketgan edi. Men shu xatoliklarni to'g'riladim va ko'rib turganingdek, qishloq kattalashdi, chunki men juda ham zo'r merman. Bo'ldi, tushundim. Mayli, ketdim. Mayli, lekin meni hujjatlarni qarab ko'raman. Sen borib ishingni qilavergin. Xo'p, tushunursin. Boshqa yo'lim yo'q-da. Nima qilishimiz mumkin? Albatta chidab yuboramiz do'stlar, chunki bizning uyimizni rostdan ham sotib yuborishgan. Bu yomon. Ha, mer bizga umuman yordam bermaydiganga o'xshayapti. Avvalgi mer tanish edi. Bu kimning mashinasi bo'ldi? Ha, qishloq rostdan ham o'zgaribdi. Mayli, endi shu uyda yashashimga to'g'ri keladi. Bjort qaytibdi-ku. Hey, Bjort. Nima? Bjort, noob jitel, meni eslaysanmi? Albatta, ana u yerda yasharding. Nima qilib yuribsan bu yerda? Meni uyimga boshqasi kelib olibdi. Tushunarli, mayli bu. Chirgan uyda omad senga yangi qo'shning bilan. Yangi qo'shni, yangi qo'shni bilan. Tushunarli, bo'pti, mayli. Ha, do'stlar, qo'shni umuman yaraga to'sib ketdi, chunki bilasizlarmi, meni kim eslasa avvalgi videolardan u yerda zo'r qo'shnim bor edi. Bu yerda esa u qo'shni juda ham uzoqda bo'ladi, keyin albatta uni uyiga o'tib kelaman. Hozir esa shurda yurganimiz ma'qul. Noob jitel qo'shnini eslagan albatta juda ham zo'r bo'ldi. Xo'sh, qani endi mana bu daraxtni olib ko'raylik-chi, nimaga turibdi? Ha, mana bu yerdan olishmagan ekan oxirigacha. Davay shuni olamiz va bo'ldi. Qolgan joylarni ham daraxtlarni chopib ketamiz. Tak, qiziq, hozirgacha ham qishloqning atrofidagi daraxtlarni chopish mumkin emasmikan, manzarani buzmaslik uchun yoki hali endi qonunlarni yo'q qilib istagancha chopish mumkinmikan? Mayli, tak, mana bularni hozir chopib olamiz va o'sha ko'znicani qayta tiklab, jimgina yashab yuraveramiz. Balki keyinroq biror nima topib olarmiz, masalan, pul yoki ana o'sha o'yinchi bu yerdan ketsa, uyni qaytarib olamiz. Hozir esa shuncha daraxt menga yetadi. Qani, hozir boramizda ko'ramiz uyni qanchalik восстановление qilish kerak. Mana kumardan o'zi. Bjort, xullas, qara, men senga uyni qaytara olmayman. Yo'q, ha, u bechora o'yinchi ham o'zi kambag'algina ekan. Bo'ldi, tushundim. Men shu uyni to'g'rilab olib yashayman. Faqat menga tegmasanglar bo'lgani. Bo'ldi, kelishdik. Aha. Jinursin. Endi esa bularning hammasini to'g'rilashimga to'g'ri keladi. Mana bu ahmoqona uyda. O'yinchi kambag'algina emish. Jinursin. Men nima qilaman endi bu uyda? Ha, mayli. Davay do'stlar, kelinglar. Ortiqcha jahl qilmaymiz, asablarni asrash kerak va tak, bu yerda qiladigan nima, meni chaqirishdimi? Ha, mayli. O'yinchi, sen chaqiryapman. Kim?
Salom janob politsiyachi. Salom. Bu yerda nima qilyapsan? Bu uyni mer menga berdi. Yo'q, qani ko'raychi. Aha. Nima, bu yerni qayta tiklayapsanmi? Ha, tushunarli. Nima edi o'zi? Hech nima, shunchaki qattiq shum qilma, tushundingmi? Bu yerdagilar yomon ko'radi shovqinni. Bo'ldi, tushundim. Ha, politsiya ham qo'pollashib ketibdi. Men davrimda, meni hurmat qilishardi, qo'rqib gapirishardi. Hozir esa, o'yinchi deydimi? Ha, mayli. Hali bu yerni yana make Bird Great Again qilamiz. Hozir esa shunchaki bu o'yinni o'zini yashaydigan holatga keltirib olsak bo'lgani. Tak, davay mana buni ham yopamiz taglardan, yonlardan. Jin ursin, bu uyda necha yil yashashmagan, Nima uchun bu uyni sotib yuborishmagan? Chunki buni qaranglar ahvolni. Shunchaki dabbalasi chiqib yotibdi. Bu uyni sotishmagan, hech kimga berishmagan. Aniq buni nima desam ekan, egasi yo'q. Ancha vaqtdan beri yashab yurmagani ko'rinib turibdi. Faqatgina bilmadim nima uchun oynalarni qoqib tashlamashgan. Nima qanaqangiz o'zini aytyapman. Umid qilamanki, ona til o'qituvchim bu videoni ko'rmaydi. Ko'rsa yomon bo'lishi aniq. Qoqib tashlashmagan. Ha, bu g'alati, chunki tashlandiq uylarni, devorlarni ham, mana shu oynalarni ham dabdalasi chiqib ketadi. Shuning uchun ham hech bo'lmasa derazalarni dabdalasi chiqmasin deb qoqib qo'yishadi, ichga kirmasin odamlar deb. Bu yerda esa normalniy turibdi. Bu g'alati. Mayli, davay hozir bularni bu yoqqa tashlaymiz. Hattoki pulim tayyorlab kelgandima, lekin pullarni mebel olishga sarflashimga to'g'ri keladigan ko'rinadi. Mayli, qani ketik, hozir boramizda bu yerdan tosh kovlab olamiz. Bizga juda ham ko'p tosh kerak. Chunki do'stlar, toshsiz bu uyni umuman oxirgacha tiklab bo'lmaydi. Kim uylarni восстановление qilgan bo'lsa buni biladi. Tosh mana shu qishloq uylarining eng asosiy, eng kerakli qismi. Toshsiz hayot yo'q do'stlar. Tosh bu qishloqda obi hayot, obi uy, obi havo. Ha, davay kelinglar, mana bu toshlarni olamiz. Bilmadim, toshlarni sizlarga aytsam zapasi bilan olmoqchiman, chunki ham pechkaga yetish kerak, ham uyni o'zini tagi tugi bilan tuzatib olishimizga yetish kerak. Bu sizlarga aytsam juda ham katta mehnat, juda ko'p tosh kerak bo'ladi. Shuning uchun ham davay bularni olishni boshlaymiz. Mana bularni ham olamiz va mana shu yerda bizning kichkinagina mini g'orimiz paydo bo'lyapti. Buni qaranglar, mana shu yerdan o'zimizga kerakli bloklarni olishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari buni qaranglar, boshqalari ham bor ekan. Masalan, mana bu granit. Ajoyib. Endi qishloqni tiklaymiz. Mana bu mashinaga juda ham havasim kelyapti, chiroyli ko'rinib turibdi. Mayli, hozir kelamizda. Mana bu yerda ham tuzatishni boshlaymiz. Mana bloklarni olaychi, kerak bo'lib qolar. Chirigan blok bo'lsa ham yoqib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun ham do'stlar, bloklarni har doim tejab ishlatishimiz kerak. Tak, bularni ham buzamiz. Ajoyib, buni qaranglar, uyni deyarli tuzatib bo'ldik. Do'stlar, mana bu yaxshi. Endi nihoyat kayfiyatim ko'tarildi, chunki boshqa bu yerda qiynalib o'tirmaymiz. Uyni deyarli ta'mirlab bo'ldik. Ichini ham hozir tuzatsak bo'lgani, shu bilan bu uy bizniki bo'ladi to'laqonli va birorta jitel yoki mer kelib qani gapirib ko'rsinchi, menga ko'rsataman ko'zlarga bularni. Tak, mana bularni ham hammasini sindiramiz va bo'ldi. Endi esa ichkariga qaytishimiz kerak, chunki mana bu bloklar qolib ketdi. Bularni ham almashtiramiz. Tak, bu yoqqa va bu taraflarga qo'yil. Tak, tushunursiz, mana bu. Endi esa bularni tagiga esa blok. Ajoyib, buni qaranglar, qanday chiroyli chiqyapti hammasi. Yoqimli. Sizlarga aytsam, men bunday zo'r bo'ladi deb o'ylamagandim umuman va mana bularni ham olamiz. Endi esa bu tarafga tak, mana bular. Va bo'ldi, buni qaranglar, qanday zo'r bo'lyapti. Tak, buni sindiramiz. Bunisini ham endi esa bu taraflarni ajoyib. Bu do'stlar, sizlarga aytsam достижение, chunki bunday chiroyli chiqadi deb o'ylamagandim. Ha, albatta men ko'znicani bilaman qanday bo'lishini, lekin buzilgan ko'znica mana shunday chiroyli holga kelishi boshqacha bo'lar ekan, sizlarga aytsam. Shunga kelinglar, ishni davom ettiramiz. Mana bularni ham hozir olamizda bu yerdan chiroyli qilib. Tak, mana buni ham bo'lishimiz kerak va tak, David tagiga. Mana bu boshqa gap. Birorta ham buzuq blok qolmadi. Qo'yil do'stlar. Tayyor. Qani bir atrofni aylanib ko'raylikchi. Menimcha bu uchun sizlarga aytsam do'stlar, aniq like bosish mumkin. Chunki bu uy endi zo'r bo'ldi. Bu uy yangi bo'ldi. Bu uyda yashash mumkin, yashash kerak va shart. Tak, narsalarni bu yerga tashlaymiz va bo'ldi. Verstakni uyim yangi bo'libdi-ku. Nima? Qanaqa uy? Meni uyimni yangilabsan, qo'shni. Qanaqa? Stop. Noob jitel sen aytganmidi? Ha, tushunursan. Menga bu uyni mer berdi. Yo'q, ha, bu meni eski uyim edi. Men bomj jitelman. Meni uyim yo'q edi, lekin bu yerdan ta'mirlayotganingni ko'rdimda, srazu keldim. Kelding, ha. Endi birga yashaymiz. Men bomj emasman. Mana kalit senga, ikkinchi kalit. Yo'q, menga mer bu uyni menga bergandi. Yo'q, yurchi gaplashamiz. Kalit esa senda tursin. Tushunursan. Bu nimasi? Yo, jitel, shoshma, balki
tushunmovchilik bo'lgandir. Yo, tushunmovchilik emas. Noob Jizel men do'stim bo'ladi. U o'zi menga aytdi. Nima? Mana kim haqida aytgan? Nursin Noob axir qo'shin deb. Janob mer, mana meni o'yimni tuzatdi. Ha, janob mer, siz nimaga buni o'yini menga berdingiz? Ikkovinglar yashaysizlar. Rahmat janob mer. Nursin, bir o'q bilan ikki quyon. Men bu Jizel bilan qanday yashayman? Buni turqiga qarang. Bu axir vobshe psix bo'lib yotibdi. Nima? Og'zingga qarab gapir. Nursin, men shunchaki xushchaqchaqman, psix emas. Nursin, ha mayli. Lekin birorta nitoqlik qiladigan bo'lsa, men seni srazu o'ldiraman. Shuni bilib qo'y. Unday demaganing ma'qul. Bu video YouTube'ga chiqib ketadi, yana quloqlar ko'rib qolmasin. Juda kulgili. Xo'sh, hozir men kravat qo'yaychi. Kravat. Ha, Nursin axir bu yerda uxlaysan-ham. Ha, birga. Yo'q, hech qachon. Mayli, undaman senga kravat. Mayli, rahmat. Bu yerda esa men yotaman. Qara, bu yerdan qanday chiroyli sakrash mumkin. Qara, qanday kulgili tepaga sakrayman-da, buni qara qanday qotib qolaman. Nursin, Jizel, sen nima qilmoqchisan bu yerda? Men bilan yashaysanmi? Albatta. Shu yerda turaversin, keyin qo'yib ketaman. Keyin qo'yib ketasan, ha? Xo'sh, davay. Mana bu yerda ham sakrash mumkin. Qara qanday balandga sakray olaman. Tashlab yuborma, menga berasan. Senga ha, davay kel. Nursin, ikkitali qilib yotmoqchiman. Mana bittasini bu yerga qo'yaman, bittasini shu yoqqa qo'y. Shundaymi? Ha, endi sakrashimiz mumkin. Yo'q, men sakrashni istamayman. Nursin, endi nima qilaman? Men mana shu ahmoq Jizel bilan bo'lishim kerakmi? Ko'zingni yo'q, istamayman.